Navbatda Ulug'bek akam Akfa eshik romlarni juda akkuratniy va chiroyli qilib yasab berdi. Pastda raqam qoldirib qo'yamiz. Bizni qilgan ishlarimizdan esa stashka, pol, pataloy ko'rishlaring mumkin. To'pli pol bo'ladi. Ichkari tomonda esa to'g'rida dush bo'ldi. Chap tomonda detskiy spalni, o'ng tomonda esa rodительskiy spalni bo'ldi. To'g'rida esa 1.70 ga 1.90 dush kabinamiz bo'ldi. To'g'rida rakvina joylashadi. Dush smestitel bo'ladi. Tahorat uchun, mustahab uchun smestitel, mustahab uchun shashaga o'rnatildi. Tepada esa 30 talik EPA bir chokli nasosdan foydalandik. EPA EVN 78 bosim nasos bilan foydalandik. Akkuratniy qilib kranlarni qo'yib qo'ydik, avariyaning kranlarni. Va bitta svet bilan hamohang ishlaydigan vityashga qo'ydik. Bitta esa havoni sirkulyatsiya qilib turgan nasos qo'yib qo'ydik. Narigi xonada esa ishlarimiz davom etyapti. Bu xonada esa aboy uchun shpagilovkani kisloy tortib olamiz. Aboyning choki ochilmaydi shunda. Inshaalloh mehmonxonani aboyni ham bosib berib ketamiz. Kimga shunaqa 0 dan 100 gacha xizmat kerak bo'lsa, kimga murojaat qilishni bilasizlar. 0 dan 100 gacha uy solmoqchi bo'lgan tanishlarga yuborib qo'yasizlar.